Uychi tuman Islomobod mahallasida yashovchi Sobitxonov Sharifjon namunali xonadonida o'zi oilaviy tadbirkorlik qilish uchun bank tomonidan 25 million so'm kredit olgan. Chorvachilik bilan shug'ullanib kelmoqda. Kredit olgunga qadar xonadonning yillik daromadi 18-20 million so'mni tashkil etgan bo'lsa, kredit olgandan so'ng hozirgi kunga kelib xonadonning yillik daromadi 50-55 million so'mga yetdi. Olingan kreditdan maqsadli foydalanib kelinmoqda.